Butun narxlarda komplekt motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarida 7 ot kuchli motobloklarimiz yetib keldi. Shu munosabati bilan hozirda sizlarga bularda qisqacha ma'lumotini berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Va 7 ot kuchli motobloklar uchun xuddi shunday teleshkalarimizdan ham yangi partiyalari tayyor bo'ldi. Hozirda bu teleshkalarni ham qisqacha ma'lumotini berib, sifatlari haqida tanishtirib o'tib ketamiz. Bo'lmasam, birinchi bo'lib bu 7 ot kuchli motoblogimizdan boshlaydigan bo'lsak, yoqilg'i turlari benzin boklari 5 litrli, yurg'izish joylari zavod orqali yarimta tortga zavodit oladi. Balonlari katta mashina balondan qo'yilgan bo'ladi. Vozduxni filtrlari mastinli, motorlari 170F motor bo'ladi va motorida moy datchiklarigacha qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimizning reduktorlari katta 450 litr reduktor bo'ladi. Xo'p, motoblogimiz rollarini aravada minayotganda qiynalmasligi uchun balonlarga pachimni qo'ydirib olib kelganmiz. Bitta qo'lda o'zida bemalol burish imkoniyati bo'ladi. Umuman qiyinchilik bo'lmaydi akalar. Bemalol bir ishni boshqarib ketsa bo'ladi. Motoblogimizni boshqarish juda ham oson akalar. Rollari ham uzun variantdan qilingan bo'ladi. Skorlari oldiga 2 tadan, orqaga bittadan skorlari bilan jihozlab qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimiz o'zining komplektida kulish-burishlari, dokumentlari orqadagi stoykalarigacha qo'shib beriladi. Xo'p, aravamizga keladigan bo'lsak, dishlari uzun qilib ishlangan, motoblokka moslangan bo'ladi. Oyoq qo'yadigan va o'tiradigan joylari taxtadan bo'ladi. Aravamizning listlari kontrayn listdan foydalanilgan, balonlari skuter balondan qo'yib ishlangan bo'ladi. Bu aravamizga 500 kg-gacha bo'lgan yuklarni bemalol yuklab tashishlar mumkin bo'ladi. Undan keyingisi original TH motoblogi bo'ladi. Motoblogimiz Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 7 ot kuchli TH motoblogi bo'ladi. Yoqilg'i turlari benzin boklari 3 litrli qilib ishlangan. Motorlari 170F motor, motorlarda moy datchiklarigacha qo'yilgan bo'ladi. Yurg'izish joylari zavod orqali bo'ladi bunda ham. Vozduxni filtrlari massivniy qilib ishlangan. Reduktorlari katta 450 litr reduktor qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, motoblogimizda ham skorlari oldiga 2 tadan, orqaga bittadan skorlardan qo'yib jihozlangan bo'ladi. Bemalol bu aravamizga ham bemalol o'tirib, motoblogda rollarni o'zlariga moslab ishlatishlar mumkin bo'ladi. Minishlarda ancha-muncha qiyinchilik bo'lmaydi. Dishlari uzun variantda bo'lganligi uchun rol yoningizga kelib qolmaydi. Rollarni bemalol tepaga pastga qilib o'zlariga moslasanglar bo'ladi. O'tiradigan joylari, oyoq qo'yadigan joylari taxtadan bo'ladi. O'tiradigan joylariga 2 kishi bemalol o'tirsa, bemalol keta oladi. Xo'p, motoblogimiz o'zini komplektida 4 qatordan 8 qator bo'lgan, har bir qatori bo'linadigan, qalin o'zini komplektidan chiqadigan frezalarigacha qo'shib beriladi va kulish-burishlari, dokumentlari va 1 yildan bo'lgan garantiyalarigacha qo'shib beriladi. Undan keyingisi 7 ot kuchli balonlari pachinli motoblogimizga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shu motoblogdek yengil buriladi, faqat buni balonlari o'zini zavodskiy baloni qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimiz yoqilg'i turlari benzin boklari 5 litrli, yurg'izish joylari zavod orqali, vozduxni filtrlari massivniy qilib ishlangan. Reduktorlari o'sha katta 450 litr reduktor bo'ladi. Motoblogimizning komplektida xuddi shunday 4 qatordan 8 qator, har bir qatori bo'linadigan frezalarigacha qo'shib beriladi. Aravamizga keladigan bo'lsak, aravamiz bemalol 1,5 tonnagacha yuklarni ko'tarib tashish imkoniyati bor. Ko'rishinglar mumkin, bu tomondagi dishlari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, oyoq qo'yadigan, o'tiradigan joylarni temirdan, listdan qirqib qo'yilgan bo'ladi. Profillari 5x5 profildan tag qismlariga ham to'qib chiqilgan bo'ladi. Tepaga tomonlariga 2x4 profildan qo'yib chiqilgan. O'tlaringni yoki damakalaringni toshayotganlaringni qirqib qo'ymasligi uchun qanotlarini ko'rishinglar mumkin. Qanotlarni o'zi ham juda ham baquvvat qilib chiqadigan bo'lsa, qanotlari bukilib, hech narsa bo'lmaydi. Bemalol 100 kg-gacha qanotlarini o'zi ham yuk ko'tara oladi. Balonlari katta mashina balondan qo'yilgan. Listlari kontrayn list va yangi pochka listlarda ochib ishlangan bo'ladi. Xo'p, svarkalari kontashli svarkada bo'lgan. Buni svarashni akalarimiz yoki svarkan tushunadigan akalarimiz juda ham yaxshi biladi akalar. Xo'p, xohlaganlar xuddi shunday aravalardan xarid qilib olishinglar ham mumkin. Xohlaganlar orqa tomonlarini ochiladigan qilib ustanovka qilib berish xizmatlari ham bor. Kimga xuddi shunday motobloklar aravalari yoki komplekt holda kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrani pastdagi nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. Optim narxlarda xarid qilib olishinglar mumkin. Manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i agroservis do'koni bo'ladi.